Hurmatli bitiruvchilarim, massajistlar hayotda tanilishga qiziqishadi, reabilitologlar esa natija berishga. Xo'sh, massajist bilan reabilitologga farqi nimada? Massajist shunchaki uqalovchi, reabilitolog esa davolovchi. Ustoz, bir oyda qancha daromad topishimiz mumkin? Reabilitolog hech qachon pul topishni emas, natija berish haqida o'ylashi muhimroqdir. O'qimaydigan massajistkalar esa albatta pul haqida o'ylashadi. Agar siz natija qila olsangiz, daromad shundoq ham keladi. Ustoz, bir oyda 20 ta 30 ta patsient olishni xohlayman. Soniga qiziqmang, sifatiga ishlanglar qizlar. Ustoz, qancha vaqt oralig'ida malakamizni oshirib turishimiz mumkin? Malades. Massajistlar bir xil yo'nalishda shablon bilan ishlasa, reabilitologlar esa doimiy ravishda izlanib, o'qishda to'xtamaydilar. Ustoz, biz nimadan kuch olamiz? Bilimingizga ishonsangiz, natija qilib bera olsanglar, shundoq ham kuch va energiya o'z-o'zidan to'lib boradi. Hilolaxon, bu sohani o'rganishda yosh ahamiyatga egami? Yo'q, albatta, ilm to qabrgacha. Bu soha aslo yosh tanlamaydi. Ustoz, onalar massajistlarni tanlashda nimalarga e'tibor berish kerak? Qaysi ustozda o'qiganingizga qarab. Bu sohada nimadan qo'rqish kerak? Reabilitologlar, ya'ni biz natija bera olmay qolishdan qo'rqsak, o'qimagan massajistkalar esa mijozlari kamayib ketishidan qo'rqadi. Har qancha kosmetika yoki tashqi ko'rinishingizga mablag' tikmang. Ichki ishonch va tajribani faqat bilim beradi.